Sochini julamiz sochini. İlk bor Turkiya va O'zbekiston yulduzlari bir sahnada. O'zbekistonning eng sevimli san'atkorlari Jahongir Otajonov. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Inshaalloh 12-13 fevral kunlari Turkiyadan san'atkorlar kelyapti. Xudo xolasa turk va o'zbek do'stligi konserti bo'ladi. U konsertda men ham bo'laman. Kimlardir turkcha ashula aytishimni eshitgisi kelsa kelishi mumkin. Turkiyadan kelgan mana bunaqa san'atkorlar mana. Sochini julamiz, sochini, soqollarini olamiz, yorib tashlaymiz. Turklarni O'zbekistonda yoramiz. Turkiyadan kim Ibrohim Tatlisesiz kelsa ham sochini olamiz mana shunaqa qilib. Ko'rishguncha 12 fevral Xalqlar do'stligi saroyida, 13 fevral Xorazmda Farovon mehmonxonasida. Ko'rishguncha. Seni konsertda gabartirim ha. Sharqila gabartirim. Ha, shunaqa. Men dedimki, ashula bilan kim kelsa, kim Turkiyadan gabartirim, o'ldiraman shularni. Ko'ramiz. Dunyoga mashhur Ibrohim Tatlisesning afsonaviy sozandalari hamrohligida 12 fevral kuni soat 19:00 da Xalqlar do'stligi san'at saroyida qardoshlik konsertida chiptalar itiket.uz da